Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida o'zbek jang san'ati milliy sport turi bo'yicha o'smirlar, yoshlar va kattalar o'rtasida mamlakat chempionati bahslari o'tkazildi. 2 kun davom etgan mazkur musobaqada respublikamizning barcha hududlaridan kelgan 1000 nafardan ziyod sportchilar sovrinli o'rinlar uchun kurash olib borishdi. Haqiqiy bayramona ruhda tashkil etilgan ochilish marosimida so'zga chiqqanlar milliy an'ana va qadriyatlarga asoslangan sportning ushbu turning nufuzi kundan kunga ortib, nafaqat yurtimizda, balki xorijiy davlatlarda ham o'zbek jang san'atiga qiziquvchilar soni muntazam ortib borayotganligini mamnuniyat bilan ta'kidlab o'tishdi. Bizning Qoraqalpog'iston Respublikasida o'zbek jang sportiga e'tibor ulkan rivojlanish kuchli bo'lyapti. Hozir O'zbekiston chempionatida Qoraqalpog'istondan 30 dan aslam sportchi qatnashib o'tir. Natijalar yaxshi. 30 dan ziyod medal olib ketamiz deb o'tirmiz. Shundan so'ng musobaqalar boshlandi. Unda ishtirokchilar kompleks mashq, temuriylar jang usuli, ko'rgazmali chiqish va assalom tong yo'nalishlari bo'yicha shaxsiy hamda jamoaviy bahslarda sovrinli o'rinlar uchun kurash olib borishdi. Kuchli raqobat ostida kechgan musobaqalarning yakunlariga ko'ra, umumjamoa hisobida Andijon viloyati vakillari birinchi o'rinni egallashdi. Toshkent viloyati terma jamoasi ikkinchi, Samarqand hamda Namangan viloyati terma jamoalari esa mos ravishda 3 hamda 4 o'rinlarni band etdilar. Musobaqalar so'ngida barcha g'olib va sovrindorlarga medal va esdalik sovg'alari tantanali suratda topshirildi.